Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarga Amerikan YouTube uchun bir dona yo'nalish ko'rsataman, lekin bu yo'nalish shunga yarasha zo'r bo'ladi. Xo'p do'stlar, ushbu kanal demak Rankzilla deb nomlanadi va ushbu kanalning yo'nalishi Ranking Funniest Moments. Ya'ni o'zbekcha qilib biz buni kulguli momentlar desa ham, kulguli vaziyatlar desa ham bo'ladi. Ushbu kanalning yo'nalishi shunchaki do'stlar internetdagi qiziqarli moment videolarini yuklab oladi, 6 tasini oddiy telefonda montaj qilib turib, YouTube'ga yuklab, juda ham katta prosmotr olib, juda ham katta pul ishlaydi. Shuning uchun kelinglar do'stlar, bir boshdan sizlarga ko'rsataman. Sizlar ham bemalol telefon orqali ushbu yo'nalishda kontent qilib pul ishlasanglar bo'ladi. Agar siz hali YouTube'da o'z kanalingizni ochmagan bo'lsangiz, hozir bu uchun eng to'g'ri vaqt. Chunki hozirda YouTube'da yangi kanallar tezda ko'tarilyapti. Lekin kanalingiz noto'g'ri ochilgan bo'lsa, u YouTube'da hech qachon rivojlanmaydi. Agarda shunday muammolarga duch kelishni xohlamasangiz, biz sizga noldan professional kanal ochib beramiz. Kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Va hattoki bulardan tashqari, hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Hoziroq YouTube kanalga buyurtma berish uchun ekrandagi admin profiliga yangi kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Xo'p do'stlar, kanalimiz nomi aytib o'tganimdek Rankzilla deb nomlanadi. Kanalda 1 milliondan ortiq obunachi bor va atigi Breeze Crawl tuta video bilan 1 milliondan ko'p obunachi yig'gan. Xo'p, kanalni jami prosmotrini ko'radigan bo'lsak do'stlar, bu yerda e'tibor bering, 3 million emas, bu 3 milliard prosmotr. Va do'stlar, biz har bitta videosini prosmotrini ko'rsak 200 ming, 300 ming ko'rinishi mumkin. Lekin ba'zi videolari 4 million, 5 million prosmotr, 6,5 million. Va do'stlar, qizig'i yana pastroqga tushsak, Breeze 33 million prosmotr olgan videolari ham bor. Bu videolar eski videolar emas. Buni ham yaqinda joylagan, mana hozir ko'rsataman. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Ushbu videoni 30-oktyabr kuni, ya'ni 24 kun oldin ushbu videoni joylagan YouTube'ga va 24 kunda Breeze 33 million prosmotr yig'gan. Bu prosta dahshat degani do'stlar. Xo'p, endi esa videosini kirib ko'ramiz. Misol uchun ushbu videoda do'stlar shunchaki ovqat haqidagi kulguli vaziyatlarni yig'ib turib video tayyorlagan. Mana bitta video tugadi, endi ikkinchisi boshlanadi. Xuddi shunday tarzda do'stlar 6 ta yoki 7 ta videoni birlashtiradi va do'stlar bitta video tayyorlaydi. Har bitta video o'rtacha 30 sekunddan iborat bo'lar ekan. Xo'p, bunday videolarni qanday tayyorlaymiz? Birinchi o'rinda do'stlar, bizga mana shunaqangi trenddagi yangi prikol videolar kerak bo'ladi. Buni siz bemalol Instagram yoki TikTok orqali har xil shunaqangi kulguli videolarni qo'yadigan sahifalarga obuna bo'lish orqali doimiy yangi videolarni topishingiz mumkin bo'ladi. Va ularni do'stlar iloji boricha sifatli tarzda yuklab olasiz. Ulardan 6-7 tasini birlashtirasiz va ularni do'stlar darajalarga bo'lib chiqasiz. Xuddi shunday tarzda. Misol uchun 6 ta daraja qiladigan bo'lsangiz, birinchi darajani do'stlar birdaniga emas, eng oxiriga qo'yib berishingiz kerak. Ya'ni eng qiziqarli yoki eng kulgulisini oxirgi videoda qo'yib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, birinchi bo'lib ikkinchi darajani ko'rsatyapti, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi va oxirida birinchi darajalini qo'yib beryapti. Bu esa juda ham muhim do'stlar, chunki xuddi shunday tarzda qilsanglar, odamlar eng kulgulisi qanaqa ekan deb turib videoni oxirigacha tomosha qiladi va bunda do'stlar juda ham yaxshi prosmotr keladi. Mavzularga kelsak do'stlar, hammasi har xil mavzular, bir xil emas. Misol uchun shu ovqat bilan bog'liq yoki bo'lmasam hayvonlar bilan bog'liq va mana shunga o'xshab ushbu kanalni o'zini ko'rib do'stlar, mavzulardan ilhom olsanglar bo'ladi. Va yana bitta muhim narsasi bor. Bu do'stlar ushbu videolarga maxsus nom qo'yish. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, bu yerda har bitta videoga maxsus nom qo'ygan. Buni qanday men nom qo'yaman? Men ingliz tilini bilmayman-ku yoki qiynalaman mana shu joyga desanglar, unaqangi qiyin emas. Shunchaki mana shu prikolni screenshot qilasizda ChatGPT ga yuborasiz va unga ikkita so'z orqali ushbu prikolga nom topib berishni so'raysiz. Bo'ldi. ChatGPT'ning o'zi sizga mana shunaqangi nomlarni topib beradi. Va do'stlar, o'zingizdan hech nima qo'shishingiz shart emas.
Xo'p, bunday kanal ochganingizda do'stlar, iloji boricha kuniga ko'proq shortslar qo'yishni tavsiya qilaman. Iloji bo'lsa, kuniga 4 ta, 5 ta shorts qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Hech bo'lmaganda 2 tadan joylab borishingiz kerak do'stlar. Chunki bu yo'nalishda talab katta bo'lgani bilan, bu yo'nalishda raqobat ham kuchli. O'sha uchun qanchalik ko'p video qilsangiz, yutish ehtimolingiz konkurensiyada baland bo'ladi. Yangi kanal ochishda do'stlar, bir narsaga ham e'tibor bering, ya'ni bu eng muhimi desam ham bo'ladi, ya'ni YouTube kanalni to'g'ri ochilishi. Agarda siz YouTube kanalni noto'g'ri tarzda ochsangiz, noto'g'ri tarzda YouTube'dagi har xil videolarga ishonib, noto'g'ri nastroyka qilib qo'ysangiz, siz zo'r videolar tayyorlasangiz ham, ko'p video joylasangiz ham videolaringiz prosmotr olmasligi mumkin va bunda siz do'stlar vaqt yo'qotasiz va motivatsiyangiz ham tushib ketadi. Shunday holatlar kuzatilmasligi uchun bizda professional Amerikan YouTube kanal ochib berish xizmati bor. Bu reklama roligini siz ko'rgan bo'lishingiz kerak va men o'zim ham sizlarga yana bir marta taklif qilib o'tyapman. Agarda sizga YouTube kanal ochib berish kerak bo'lsa, bizga Telegram orqali yozing, opisaniyada manzil bor. Biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Arzimagan summa evaziga do'stlar, professionalni rekomendatsiyaga chiqadigan kanalga ega bo'lasizlar. Monetizatsiya masalasiga kelsak, ushbu yo'nalishda do'stlar monetizatsiya yonadi, chunki monetizatsiya yonmaganida bunchalik ko'p kanallar ushbu yo'nalishda kontent qilmagan bo'lardi. Ya'ni amerikanslarning o'zi ham mana shu yo'nalishda ko'proq kontent qiladi. Va yana bitta maslahat berib o'taman do'stlar, bu yerda ko'rishingiz mumkin, har bitta videoning nomi bir xil. Ya'ni don't check the sound deyapti, ya'ni audioni tekshirma deyapti. Siz ham mana shu nom bilan yuklashingizni tavsiya qilaman, chunki sizni tomosha qilayotgan odam bu yozuvni o'qisa, nabarot o'sha muzikaga bosib ko'radi. Va do'stlar, bu ham rekomendatsiyaga chiqishingizga yanada ko'proq hissa qo'shadi. Xullas do'stlar, ushbu yo'nalish haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa ham bemalol menga berishingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman va bizni Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Chunki yaqinda ajoyib konkurs bo'lib o'tadi. Hammaga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.